qiroga, g'origa. Bir ayol go'shtdor ekan. Shunaqangi semiz, qari, qana iymaglab chiqqan. O'sha joydan silmayapti-da, u silmaydi ya. O'tishga umuman hech kim mahliy etadigan emas. Shu toshni arasiga siqilib dop qilib yig'layapti-da, haliga o'tolmayapti. Bu Hadicha onamiz o'sha joyga bir kunda 2 martalab. Biz bir kunda shu kuch bilan, shu gavda bilan, mana shu qorinimiz to'q, yeganimiz bor, so'mkamizda ichadiganimiz bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'sha ko'rishga, yegulik, ichguliklar olib bir kunda 2 martalab. Hozirku zina qilib, bir sharoitlar qilingan. U paytda hech narsa bo'lmagandi. Xudo xolasa Hiro g'origa chiqqanda qolgan tarixlarni aytamiz inshaalloh. O'sha Hiroga g'ori oid inshaalloh ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Chunki bu kelgan joyimiz, bu ziyoratlarga kelgan onamiz ayol emas. Mana shu payg'ambar alayhisolatu vasallam Fath Makkada kelganlar, Makkani fath qilganlarda kelganlar. Bitta bayroqni Ka'batullohning tepasiga tiqdilar. Ikkinchi bayroqni Hadicha onamni qabrlariga olib kelib, qabrlariga bayroqni tiqdilar. Ey Hadicha, Alloh rozi bo'lsin. Dinni shu maqomga yetishiga seni xizmating cheksiz deganlar. Alloh sendan rozi bo'lsin deb duo qilganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishidan rozi bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hadicha onamiz o'tganlardan keyin o'tirgan ekanlar, tashqaridan bir ayolni do'shi eshitilib qoldi. U Hadicha onamiz singillari Xola degan ismda singillar ekan. O'sha do'shlarni eshitib xursand bo'lib ketgan ekan. Jarrov turib, bu Hadichaning singlisi-ku deb chiqib kutib olar ekanlar. Oysha onamning g'ashlari kelar ekan shu. G'ashlari nimaga bu? Hadichani ham singlisini shuna kutib oladimi? Hadicha onamning bir dugonalari bo'lar ekan. O'sha kelganda xursand bo'lib qolib, bu Hadicha tirikligida bizniki kelib turardi. Hadichani dugonasi deb tanishtirib, o'tirganlarda o'zlarini to'nlarini taylariga sochib o'sha yozib o'tkazar ekanlar. Qarang Hadicha onamning hurmatlarida. Kim dunyodan o'tgan do'stini, yaqin insonini xursand qilmoqchi bo'lsa, uni hayotda do'st tutgan insonlarni xursand qilsin deganlar. Otangiz o'tganmi, onangiz o'tganmi? O'shalarni ruhini shod qilmoqchimisiz, xursand qilmoqchimisiz? Ularni dunyoda do'stini ziyorat qilib turish kerak ekan. Dadamni ko'rgan otamsiz, dadamni ko'rgan odamsiz, onamlarni ko'rgan odamsiz deb. Shuning uchun o'sha ona tomondan tog'a, xolalarni, ota tomondan amaki, ammalarni shuning uchun siz otamdan qolgan yodgorimsiz, onamdan qolgan yodgorimsiz deb o'sha kim otasi o'tsa, uni otasi amakisidir deganlar. Al-holatu bi manzilatil umri. Xola ona o'rnidadir deganlar. Mana shunaqalar bilan bizlarni silai rahimda bo'lib turishimizni, ulardan duo qilishimizni tavsiya qilganlar inshaalloh. Xudo xolasa bu ziyoratlarimiz bejiz ketmaydi. Xudo hammamizni qalbimizni erib tursin. Alloh rozi bo'lsin. Deb duo qilamiz. Alloh taolo shu ziyoratlarimiz sharofatidan Parvardigor olsin. Amin. Amin. Duo qiling oltin. Amin. 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 Allah'a emanet. Dua qilaylik. Rabbim ulug' diyor. Ulug' joylarda. İlahim. Juda bir chiroyli masala masoillar bo'lib, İlahim. qalblarimizdagi gina qudrat, adovatlar bu masala masoillar İlahim. ketdi. Allohim qalblarimizni shunday pokladiki, bundan beri ham qalblarimiz o'ding. Amin. Rasululloh deydilar. Allohim salli ala seyyidina chiroyli xizmat qilib o'tgan Hadicha roziyallohu bolalar turib qilayotgan duolarimiz qabul qilin. Eshitgan ayollarimizga mana shunday sadoqatli, mana shunday vafodor bo'lish nasib qilsin. Erkaklarga esa Allohim mana bunday Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda qanaqa bir mehr
muhabbat bergan bo'lsalar, bizlarga ham qalbimizda shunaqa mehr muhabbat bergan. Ustoz umrlarini ziyoda qilgan. Har bir qilayotgan masalan masoillari, amr ma'ruf nahiy munkarlari foydalariga hujjat bo'lsin. Zurriyotlaridan ham o'zini shu bir chiroyli bir go'zal insonlarni chiqarganlarki, Allohim eliga yurtga dinga shunday munosib xizmat qilib, Allohni suygan bandalarni yo Robbi, aziz payg'ambarimiz vasila keltirib so'rayapmiz. Sizlarni ham ochiqonalik bilan qilayotgan duolarni qabul qilgin. Bismillahirrohmanirrohim. Hasbinallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'mal nasir. Qur'onaka robbana va ilaykal masir. Allohu akbar. Oysha onam roziyallohu anhu Mana bunda o'zi